qizlar qaranglar. Bolani qomati buzilgan, 80% massajistga LFK qilmaydi. Manualni-ku hech kim qilmaydi, chunki faqat menda o'qiganlar biladi manualni terapiya, LFKlarni. Nima qiladi? Hamma massaj qiladi. Tushunyapsizlarmi? Bizga kelayotgan o'quvchilarning 30% manualni terapiya qilishga erinadi. Men massaj o'rgansam bo'ldi, menga manualni terapiya kerak emas. Lekin qizlar 100% bizda natija nimaga hammanikidan ajralib turibdi, zo'r bo'lyapti. Chunki biz LFK manualni terapiya qilib, undan keyin massaj qilyapmiz. Biz shunchaki mushak, teri, fassalar bilan ishlamaymiz. Biz suyak bilan ham ishlaymiz. Bolalarni maxsus o'ziga qiladigan manualni terapiyasi sizlarga kerak. Menga massaj o'rgansam bo'ldi, bu LFKlar kerak. Adashyapsizlar. Sizlarni boshqa massajistlardan har qiyla ham shunda bo'ladi.